Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan PlayStation 4 qandoq prashka qilishni o'rganamiz va PlayStation 4 9.0 versiyasini qandoq xiyin qilishni ham o'rganamiz. Bunga bizga fleshka kerak bo'ladi, prashka kerak bo'ladi, Rufus programma kerak bo'ladi va xiyin 9.0 uchun yoqish uchun fleshkaga yozilish uchun mana shu programma kerak bo'ladi. Hammasini silkasini videoni tagida qoldiraman. Birinchi bo'lib biz saytga kirib prashkani sketchat qilib olamiz. Kimda agar 5.05 bo'lsa 5.05 prashkasini sketchat qiladi. Или 5.05 prashkasi borlar 6.72 ga o'tmoqchi bo'lsa 6.72 ni sketchat qiladi. Menda hozir 9.0 o'zi turibdi. Men sizlar ko'rishingiz uchun 9.0 o'zini sketchat qilganman. Sizlar ham xuddi mana shu saytga kirib sketchat qilib olasizlar. O'zingizlarga kerakli prashkani. Masalan, menga 9.0 kerak bo'lsa 9.0 ni mana topishimiz mumkin. Mana shu yerdan sketchat qilib olsa bo'ladi. Sketchat qilib bo'lgandan keyin o'zingizlarga kerakli prashkani fleshkaga kiramiz. Fleshkamiz FAT32 formatida bo'lishi shart. Va kirganingizda shunaqa pafga sozdать qilamiz. PS4 katta harflar bilan yoziladi. PS4 ichiga update degan papkani sozdать qilamiz. Katta harflar bilan bo'ladi bu ham. Update ichiga sketchat qilgan prashkamizni xuddi mana shundoq ko'rinishda kopirovать qilib olamiz. Sizlarda masalan nomi uzun bo'ladi. Uzun bo'lsa nomini o'zgartirib faqat PS4 update'ni qoldirib .pup qoldiramiz. Prashka fleshkamizni tayyorlab olganimizdan keyin endi Xen 9.0 uchun fleshkamizni tayyorlaymiz. Buning uchun Rufusga kiramiz. Rufus ko'rinishi shunaqa bo'ladi va fleshkamizni tanlaymiz. Sizlarning fleshkaga chiqadi. Mana shu yerda hozir menda bittasi prashkani fleshkasi hali olmadim. Bittasi mana bu 9.0 ga Xen uchun tayyorlangan fleshka. Fleshkani bosamiz. Faylni topib olishimiz uchun vibratni bosamiz. Mana shu faylni bosamiz, tanlaymiz, открытni bosamiz va start bosamiz. Ichidagi narsalar hammasi o'chib ketadi. Fleshkani ichidagi narsalar agar kerak bo'lsa, mabodo kerakli narsalar bo'lsa, olib olish esingizdan chiqmasin. Bunaqa ko'p vaqt ham olmaydi. Mana уже tayyor bo'ldi fleshkamiz. Zakrit qilamiz. Va fleshkamizni mo'y kompyuterdan kirganingizda ko'rinmaydi. Anaqaga tayyorlagan, Xenga tayyorlagan fleshkamiz ko'rinmaydi. Bu normal holat. Endi PlayStation'imizni tayyorlab olamiz. PlayStation'imizga fleshkani tiqib olamiz. O'chuv holatida prashkani sketchat qilgan fleshkamizni keyin yoqadigan knopkasini bosib turamiz. 2 marta signal berguncha, ikkinchi signalda sразу qo'yib yuboramiz va shunaqa menyuga bizani безопасный rejimga o'tkazadi. Keyin PlayStation'ning joystigini shnuri iloji boricha original yoki sifatli USB shnur bo'lishi shart. Bunaqa vaziyatda Xitoy shnurlari tushmay qoladi. Через shnur joystikka ulaymiz. O'rta knopkasini bosamiz. PlayStation dumaloq knopkasini PS. Agar siz agar 5.05 dan 6.72 ga yoki 7.55 ga 8 yoki 9 ga o'tmoqchi bo'lsangiz, oxir mana buni bosasiz. Обновить системный программное обеспечение bosasiz. Agar jostkий disklar mabodo kuyib qolgan bo'lsa yoki yana bir narsalar bo'lib
proshivkasi qotib sekin ishlayotgan bo'lsa, unda oxirgisini bosamiz. Unda o'z-o'zini versiyani sketchatib olamiz. Oxirgi marta qaysi versiyada turgan bo'lsa, PlayStation 4 masalan, meniki 9 da turdi. 9 ni o'zini boshqatdan men mana ustanovka qilmoqchiman. Shuning uchun men oxirgisini bosaman. Agar sizlar boshqa versiyaga o'tmoqchi bo'lsangiz, oldingi versiyaga. Unda sizlar обновить системный программное обеспечение ni bosasizlar. Oxirgisiga boraman. X knopkasini bosamiz. Ana fleshkani 9 versiyali fleshkani ulayim deyapti PlayStation 4 ga. Men o'zi ulaganman. Okey. Kutib turamiz. Hamma dannilaring o'chib ketadi deyapti. Men dani bosaman. O'chirishni boshladi. Kutib turamiz. Fleshkamizning ichidagi proshivkani hozir tekshiryapti. Перезагрузка beradi. Kutib turamiz. Proshivkani o'rnatishni boshladi. Yana перезагрузка beradi. Kutib turamiz. Proshivkamiz o'rnatilib bo'ldi, xudo xolasa. Joystickni ulagin sim bilan deyapti. Biz уже ulaganmiz. O'rta knopkasini bosamiz, PS knopkasini. Endi PlayStation 4 uchun tilni tanlaymiz. Men rus tilini tanlayman. Sizlar o'zingizlarga mos kelgan, o'zingizlar nimani aniq qilsanglar, tushunsanglar, ingliz tili masalan tanlasanglar bo'ladi. Meniki koreyskiy versiyasi bo'lgani uchun PlayStation 4 tanlov hozir dumaloq knopkasiga o'tib qoldi. Uni ham hozir kirib olgandan keyin menyudan to'g'rilaymiz, uni ham ko'rsataman qayerdan krestiki o'tkazish. Internetga hozir ulanib turamiz. Propustitni bosamiz. Shu videoda qanday bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilinglar, shoshilmang. Agar internetni boshidan ulab qo'ysanglar, обновлениеga ketib qolishi mumkin. Proshivkalar o'chib ketib qolar, keyin proshivka bo'lmaydigan versiyaga o'tib qolish xavfi bor-da. Mana mashitda o'chiradigan narsamiz. O'chiramiz. Birinchi pastligini o'chirib, keyin tepaligini o'chiramiz. Oxirgisini qoldiramiz.
Proshivka qilib oldik. Hozir versiyamizni tekshiramiz. Mana 9:00. Endi nastroykalarni, o'chiradigan nastroykalarni o'chirib chiqamiz. Qayerdan kirishni boshidan ko'rsataman. Nastroykaga kiramiz. Oxirisiga tushamiz. Sistemaga kiramiz. Avtomatический загрузкаga kiramiz. Hammasini o'chirib chiqamiz. Chunki internet yonganda обновление bo'lib ketib qolmasligiga shunaqa xavf bor. Boya aytganimdek, tanlov meniki X dan dumaloq o'tib qolgan sababini aytdim. Koreyskiy versiya bo'lgani uchun PlayStation'imda. Shuni yana X ga qaytarish uchun использовать кнопку X. Shunga galochkani yoqib qo'yamiz. Endi tanlov X da bo'ldi. Endi internetni sozlaymiz. Настройкаga qaytib kiramiz. Setga bosamiz. Соединение с интернетом. Kimda kim Wi-Fi dan ulamoqchi bo'lsa, Wi-Fi ga bosadi yo kimdir LAN kabel bilan ulamoqchi bo'ladi. Kim xolasa o'sha. Men Wi-Fi tanlayman. Wi-Fi ga kiramiz. LAN da ham xuddi shunaqa настройка bo'ladi. Videodaqa. Birinchisini tanlamaymiz, ikkinchisini tanlaymiz. Wi-Fi'mizdan topdim mana. Parolni kiritamiz. IP adres автоматически qo'yamiz. Host new uказать, DNS ручной qo'yamiz. Ikkinchisini tanlaymiz. Hozir qaysi sonlarni yozayotganimni screenshot qilib olasizlarmi, rasmga olasizlarmi? Xuddi shunday qilib yozasizlar. Nimaga DNS o'zgartirishimiz kerak? Chunki PlayStation o'zini DNS'iga zaпрос jo'nataveradi-da. Bir xilda bu ham kutilmagan holatda обновление kelib qolmasligi oldini oladi. Keyin через DNS rukovodstvodan kirib ham xelni aktivatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Birinchisiga shuni qo'yamiz. 467250 R knopkasini bosamiz. Ikkinchisiga 4 ta 0 qo'yib qo'yganimiz yaxshi deb o'ylayman. R tushmadi 4 ta 0. 192 241 221 79 bu alazif DNS hisoblanadi. Mayli shuni qoldirib ko'ramiz hozir. Ko'pincha Wi-Fi'da ошибкалар ko'p bo'ladi. Shu DNS bo'yicha keshirvich qilish bo'yicha, rukovodstvoga kirish bo'yicha. Shuning uchun iloji boricha mobil qurilmani internetdan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Mana shunaqa ошибкалар chiqadi Wi-Fi'da. Mobilda unaqa bo'lmaydi. Mobilda masalan VPN ni yoqib qo'yib ham keshirvich qolsanglar bo'ladi. Chiqib ketamiz, boshqatdan kiramiz. Keshirvich qilyapti. O'ziga yuklab olib kutib turamiz. Kimda qanaqa proshivka bo'lsa, o'shani bosadi, o'shani tanlaydi. Menda 900 900 deb keshini tanlaymiz.
dumaloq knopkani bosib chiqib ketamiz. Internetni o'chiramiz. Ozgina menyuda o'tdan o'tga borib turamiz. Tayyorlab olgan fleshkamizni tayyorlab olamiz. Fleshkani tayyorlab olganimizdan keyin qaytib настройкаga kiramiz. Rukovodство пользователя tanlaymiz. Yana X knopkasini bosamiz. Boya kesh qilib oldik. Mana hozir internet ishlayapti. Golden hand bosamiz X da, kutib turamiz. Boyaga tayyorlab olgan fleshkamizni hozir tiqmaymiz. O'zi so'raydi, o'shani tiqamiz. Mana so'radi. Fleshkani tiqamiz. Chap tarafda yozuv chiqadi. O'sha yozuv chiqqandan keyin shu yozuv yo'q bo'lishini kutasizlar. Iloji boricha mana hozir chiqdi, mana файловая система этого накопителя USB не поддерживается chiqib mana yo'q bo'lgandan keyin iloji boricha 10 sekund, 7 sekund kutganinglardan keyin OK ni bosasizlar. Mana hen ishga tushdi. Srazi PlayStationdan USB fleshkani srazi olib tashlab, dumaloq knopkani bosib chiqib ketdilar. Mana henimiz ishga tushdi. Ko'rib turganinglardek, bemalol endi o'yinlarni yuklab o'ynasanglar bo'ladi. Tomosha qilganinglar uchun kattakon rahmat. Oralarda ozgina xatolar bo'ldi. Bunga uzr so'rayman. Bizani kuzatib boringlar. Bundan buyon ham xudo xolasa qiziq videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Silkalarning hammasini, kerakli silkalarni videoning tagida qoldiraman.